Diqqat! Hozir siz eshitadigan xabar oddiy shou-biznes yangiligi emas. Bu bayonotlar nafaqat san'at sohasi, balki butun jamiyatdagi muhim muammolarni ochib berishi mumkin. O'zbekiston sahnasining eng kuchli va ta'sirli ovozlaridan biri bo'lgan Yulduz Usmonova tomonidan bildirilgan fikrlar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Front Access Media kanalidasiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova atrofida shuv-shuvli xabarlar tarqaldi. U o'zining yaqinlashib kelayotgan yakkaxon konserti oldidan bergan intervyusida nafaqat ijodiy rejalari, balki san'at sohasi bilan bog'liq jiddiy masalalar haqida ham ochiq fikr bildirdi. Xonanda o'z nutqida konsertning asosiy maqsadi tomoshabinni shunchaki hissiyotga berish emas, balki uni o'ylantirish ekanini ta'kidladi. Uning fikricha, inson hayotdagi muammolarni allaqachon yetarlicha boshdan kechirmoqda va sahna san'ati yana ortiqcha og'irlik emas, balki ma'naviy yengillik berishi kerak. Yulduz Usmonova shunday deydi: "Odam yig'lashi mumkin, ammo bu yig'i shikoyat emas, balki o'zini anglash, vijdon bilan yuzlashish natijasi bo'lishi kerak." U san'at orqali insonni o'ziga qarashga, ichki savollar berishga undashni maqsad qilganini bildiradi. Shu bilan birga u bugungi sahna madaniyati haqida ham tanqidiy fikrlar bildirdi. Xonandaning ta'kidlashicha, hozirgi kunda ayrim konsertlar sifatsiz tashkil etilmoqda, tomoshabinlar esa bunga ko'nikib qolgan. Bu esa umumiy san'at darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. U o'z faoliyati haqida gapirar ekan, sahnada ishlashning qanchalik og'ir ekanini ochiq aytdi. Har kuni dori ichishi, doimiy stress va mas'uliyat ostida ishlashi haqida gapirib, bu yo'lning tashqaridan ko'ringanidek oson emasligini ta'kidladi. Ayniqsa, u oilasi bilan sahnaga chiqayotganini aytib, bu uning uchun 2 barobar mas'uliyat ekanini bildirdi. Har bir chiqish, har bir qo'shiq ortida katta mehnat va ruhiy bosim borligini qayd etdi. Eng keskin bahsga sabab bo'lgan masala esa san'atkorlarga nisbatan soliq tizimi bo'ldi. O'zbekistonda 2026-yildan boshlab san'atkorlar faoliyatini yangi tartibda soliqqa tortish rejalashtirilayotgani ma'lum qilingan. Bu esa shou-biznes vakillari orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Yulduz Usmonova bu borada juda keskin fikr bildirdi. U rahbarlarga murojaat qilib, san'atkorlarni isrofgarchilik sifatida ko'rsatish noto'g'ri ekanini ta'kidladi. Agar san'at ortiqcha deb hisoblanayotgan bo'lsa, unda uni davlat tadbirlaridan ham chiqarib tashlash kerakligini aytdi. Uning fikricha, san'atkorlar jamiyatning muhim qismi bo'lib, ular nafaqat ijod qiladi, balki madaniyatni saqlaydi, odamlarni birlashtiradi va ma'naviy muhitni shakllantiradi. Xonanda shuningdek, san'atkorlarning xarajatlari haqida ham to'xtaldi. Sahna ko'rinishi, kiyim-kechak, tashqi ko'rinish, bularning barchasi katta mablag' talab qilishini eslatdi. Chunki san'atkor bu oddiy inson emas, u xalq oldidagi obrazdir. Yana bir muhim nuqta mualliflik huquqi masalasi bo'ldi. Yulduz Usmonova o'z qo'shiqlari yillar davomida turli tadbirlarda ijro etilayotganini, ammo buning uchun haq to'lanmayotganini ta'kidladi. U bu tizim o'zgarmasa, yangi qo'shiqlar yaratish qiyinlashishini aytdi. Bu bayonotlar jamiyatda katta rezonans uyg'otdi, chunki bu faqat bir san'atkorning shaxsiy fikri emas, balki butun sohaning muammolari haqida ochiq signal sifatida qabul qilinmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi: san'atkorlar haqiqatdan ham ortiqcha xarajat manbaimi yoki ular jamiyat uchun zarur elementmi? Tahlilchilar fikricha, har qanday davlatda madaniyat va san'at muhim rol o'ynaydi. Agar bu soha zaiflashsa, jamiyatning ma'naviy darajasi ham pasayadi. Shu sababli bu masalaga muvozanatli yondashuv zarur. Yana bir jihat yosh avlod masalasi. Agar yangi san'atkorlar rivojlanish uchun imkoniyat topolmasa, kelajakda milliy sahna zaiflashishi mumkin. Bu esa uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Yulduz Usmonovaning bayonotlari aynan shu muammolarga e'tibor qaratmoqda. U faqat tanqid qilmayapti, balki tizimni qayta ko'rib chiqishga chaqirmoqda. Xulosa qilib aytganda, bugungi vaziyat oddiy shou-biznes yangiligi emas. Bu jamiyatdagi muhim tizimli masalalarning ochiq muhokamasidir. San'at, iqtisod va politika kesishgan nuqtada turibmiz. Oldinda qanday qarorlar qabul qilinadi? Bu hali ma'lum emas, ammo bitta narsa aniq. Bu masala endi e'tibordan chetda qolmaydi. Siz bu jarayonlarni diqqat bilan kuzatishingiz kerak, chunki bu nafaqat san'atkorlar, balki butun jamiyat uchun muhim masala. Agar siz bu kabi dolzarb va muhim yangiliklardan xabardor bo'lib borishni istasangiz, kanalimizni kuzatishda davom eting.
Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring. Sizning har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim.